Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Navbatda bu gulchiligiga xonamizga kelib, sotiladigan gullar bor. Shularni hozir obzor qilib, narx-navosini oladigan odamlarga O'zbekiston bo'ylab o'sha yetkazib berish xizmatlari ham bor ekan. Banan korobkasiga solib, mana pakovka qilib qo'yilgan. Buni ochib bo'lmasa skotchlangan shekilli. Ochib bo'ladi aka. Ya, mana. Bu kishi ham gulchi O'zbek adashimiz bo'ladi. Videoga tushunchalik xohlamadilar, mana shu kadr ortida gapirib beraylarlarda mana. Bu nomi qanaqa gul bu gullarimiz? Pitone gullarimiz. Bitta eshiqqa nechta ekilgan? 80 ta tushgan. Bu bahorda ekilsa, hozir ekilsa kuzgacha turadi. Qishgacha turadi. Qishgacha mana shu ochilib turadi. Yo, yangi gullar. Yo'q, qishgacha ochilib turadi. Ha, qishgacha mana shu ochilib turadi. Ha, bag'dagi gullarimiz mana. Ana bag'daga kirishimiz mumkin gullarimizni. Shafon bular. Ha, bular shafon, har xil svet ekan-da. To'q sariq, och sariq. Bag'dagi gullarimizni ham ko'rsataylik. Bu qaygacha yetib boradi bu banan korobkasiga? Qaygacha dastlabki qilsa bo'ladi? Misol uchun Xorazm, Buxoro, Samarqandlarga yetkazsa bo'ladimi? Aha. Qirg'iziston, Qozog'istonga ham chiqartganmiz. Ha, Qirg'iz, Qozoqqa ham chiqarsizlar, eksport qilasizlar. Bu qanaqa gullar bular? Pitone. Ha, bular pitune hammasi. Hammasi lekin har xil uchida rangli, har xil. Cheklamaga miqdorda bor, yetarli. U dastlabkasini misol uchun kelishuv asosida ular o'zi to'ladi-da. O'zbekiston bo'ylab. Mana bu yerda ham bular qanaqa gul? Salviya gulimiz bu. Salviya. Olov gul deydi. Olov gul deydi. Mana ochilganlarimizchi? Bu pitone, nelar keladilar mana. Har xil rangda ochiladi mana. Ochiladi. Bular nima dedingiz? Ekinglar bular. Mana O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib berasizlar. Ha, bemalol bog'larga, xonadonlarga, eksa bo'ladi, tashkilotlarga. Ekib ham bor o'zi, ekib beruvchilar. Ha, ekib beruvchilar bor. Endi uning uchun katta ob'yom bo'lsa borasizlar-da, kichkina ob'yomga misol viloyatlarga bormaysizlar. Boraveramiz. Ha, boraverasizlar. Ha, narxini kelishuv asosida. Yetarli mana gullarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. Dastavkasi platniy bo'ladi. Banan korobkasiga so'yib berishgan, yashiqlarga so'lib. Mana. Bu 10 so'mda teplisamiz? 15 so'm. 15 so'mga necha yuzta gul ekan? Yo 100 mingmi, 200 mingmi, 300 mingta. 300 mingta sig'adi. Mana ular endi ochilish boshlayotganda. Baş ochilgan. Ha, mana shu ochilgani. Asha kichik qizilcha o'roch. Ha, boshdan ochilgan. O chekkadagi gullarimiz qanaqa gullar ular? Sabachka deydi. Sabachka. Buni o'tga teramizmi? Buni yondan o't. Mana gullarimiz ko'rishimiz mumkin, chiroyli bo'lib. Ochilgan. Xonadonlarga tashkilotlarga beramiz. Ha, ekib berish xizmati ham bor. Zakaz bersalar, shuni nishdona qaysi biridan turidan aytsalar, o'sha sarig'idan, qizilidan, ko'kidan desalar, shunga qarab sonini chiqazib, pakovka qilib, korobkaga solib chiqazaverishadi. Mashinalarida. 14 xil 15 xil rangi bor mashina. Ha, shuni 15 xil rangi bor. Ha, bu yerda faqat qizil o'chilgan-ku, qizil. Sarig'i endi ochilyapti-da. Ha, endi ochilibdi. Qani boshqacha ochilganlar. Ha, bag'da mana o rangli ochilganlar bor. Mana shu chiroyli oq qizil ochilgani bor, pusht qizil. Bular mashina tuvaga bilan berasizlar-da? Tuvaga bilan. Ha, tuva. Ha, tuvada mashina ham turaveradi. Lekin bundan ko'chirib turib, yerga o'tkazsa ham bo'laveradi. Ha, yerga o'tkazsa ham bo'ladi. Narxlarini u songa qarab chiqadimi yo ayta olasizmi o'zi narxni? Narxlar mashina 10 ming so'm qilib beramiz. Ko'p miqdorda olganlar 8 ming so'm qilib beramiz. Ha, optim olganga 8 ming so'm, donaga 10 ming so'mda. Donaga. Dona ham sotaverasizlar. Dona ham sotaveramiz. Manzilimizni ham aytadigan bo'lsak, mikro lola yo'nalishida shu gulxona bor, kollej oldida.
Bo'ldi mana. Bo'ldi, mana xudo xolasa YouTube'ga bittakin joylayveramiz. Telefon raqamingizni ham aytib qo'yasizmi? Telefon. 93 Aha. 916 916 0102 0102. Kodi nechiligi edi? 93 93li 912 01 916 ha 916 0102. Mana ochilish boshlabdi. Kimga zakaz qiladigan bo'lsa, xohlasangiz ochilmagandan bersa, u yilida ochiladi. Ochilganidan desa, mana ochilganidan ham upakovka qilib jo'natib berishadi. cheklanmagan miqdorda. Cheklanmagan miqdorda. Yana bag'da ham bor mana. Har qancha kerak bo'lsa. Mana banana korobkasiga yana bir marta ochib ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Bitta ochib ko'rsatib, energiyasini, hammasi bir xilmi rangi? Har xilmi? Mana shu qilib qilib chiqazorishadi mana. Zakaz ketyapti mana shular. Bular qayerga ketdi? O'zimizgami, Namanganga? Andijon viloyati. Ha, Andijon viloyatiga mana chiqazorishdi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Mana Andijonga ketyapti. Bu misol uchun bir sotka yursa, misol uchun Buxoroga ham Samarqandga chiqarsa, hech nima bo'lmaydi, bir sotkada. Hech narsa bo'lmaydi. Sizlar suv puyini berib chiqazaverasizlar. Mana. Mana zo'r gullar. Bular bittasini o'lib ko'rsatingchi, tagiga nima deb bo'lgan? Stakanchilar nima deb bu? Mana stakanchidagi shuni o'zini turpog'i bilan shuni eksa ko'karib ketaveradi. Ko'karib ketaveradi. Bo'ldi, xudo xolasa qadrli obunachimiz, kimga gul kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda shu gullarimiz bor. Har xil 15 xil gulimiz bor-a? 15 xil gulimiz bor mana shu yerda. Bag'lada ham bor ekan mana. Shuna banan korobkasida Andijon, Farg'ona, Samarqand, Toshkentga jo'natiladi.